2026 yilgi yangi Chevrolet Spark bu shahar hayoti uchun mo'ljallangan ixcham va tejamkor avtomobil bo'lib, o'zining zamonaviy dizayni, yuqori texnologiyalari va qulayligi bilan e'tibor markazida. Yangi Spark modeli ilgari chiqqan avlodlarga qaraganda yanada yaxshilangan aerodinamik ko'rinishga ega bo'lib, kichik o'lchamlarga qaramay, ichki joy kengligi bilan haydovchi va yo'lovchilarga qulaylik yaratadi. Avtomobilning tashqi dizayni yanada sportcha uslubda ishlab chiqilgan. Oldingi faralar LED texnologiyasiga asoslangan, radiator panjarasi esa yanada kengaytirilgan shaklda bo'lib, unga jiddiy ko'rinish beradi. 15 dyuymli yengil qotishmali diskalar Sparkni zamonaviy va shahar uslubidagi mashina sifatida ajratib turadi. Ichki qismi esa yangi avlod multimedia tizimi bilan jihozlangan. 8 dyuymli sensorli ekran, Apple CarPlay va Android Auto tizimlari bilan mos ishlaydi. Shuningdek, USportlar, Bluetooth ulanishi va ovozli boshqaruv funksiyasi ham mavjud. Salon materiali sifatli mato va yumshoq plastmassa bilan qoplangan bo'lib, haydovchiga yuqori darajadagi qulaylikni ta'minlaydi. 2026 yilgi Chevrolet Spark 1.4 litrli benzin dvigateli bilan ta'minlangan. U 98 ot kuchi ishlab chiqaradi. Tezlanish silliq, chirt avtomatik transmissiya esa yo'l harakatida qulaylik beradi. Yoqilgi sarfi o'rtacha 5 litr atrofida bo'lib, bu uni o'z segmentidagi eng tejamkor mashinalardan biriga aylantiradi. Xavfsizlik tizimlariga kelsak, yangi Sparkda ABS, EPT, old va yon xavfsizlik yostiqchalari, orqa kamera, tormozda yordam tizimi va yo'ldan chiqish ogohlantiruvchi tizim kabi funksiyalar mavjud. Bu haydovchi va yo'lovchilar uchun maksimal himoyani ta'minlaydi. Avtomobilning orqa o'rindiqlari bukiluvchi bo'lib, yuk joyini kengaytirish imkonini beradi. Bu esa kundalik foydalanish va kichik